Dünyadaki en baxtli odamda his qilib barman o'zimni. Mushu xotin bilan to'y qilib tamushkamgacha yo'g'im bu baxtim. Qazib mishikcha bu baxtim. Pulni tep baxtoq, 100 mi tep baxtoq. Ammo lekin mushu xotinim har qiyin kunlar qolgandimi, meni tashlab qo'ymadi. Hamda har qanday ayning o'zi hikoyasi bor. Mushu ko'chalarda mansam, bili saykuhta setotgan ahutlan ko'rma. Bili qo'g'on tavus setotgan ahutlan ko'rma. Ishqim nurg'ulgan er ayollar tan kelib kunda so'qishib jidal majra bo'lsa, bili turib taraqqiy qilgan, ash oilasini qo'dab mang'algan barliq oilaga baxt tilayman. Ammo oshxona ishqi birasinsam bir xil minnatdorlik tuyg'um, ham xo'shalligim, ham shu qarindoshlarga barliq finsila bo'lgan minnatdorligimni qanday ifodalashni bilmayman. Tilim ojizlikka qoldi. Rahmat sizlarga. Do'kon ichib kevatdi. Yezladin, shar-sharladin. Shuncha galat qo'lgan bo'ldingizlar. Mush do'kon ichilib, mushu ayolim izchil holatda atiyni kashkicha muqimba. Men ancha sutlat chikdimi? Ha, mushu banada sizga rahmat aytaman. Rahmat sizga. Sizga rahmat. Chapa chaytiriz. Hamishada meni beqib cho'ngan ota-onamga rahmat. Mushu ayolimni beqib, cho'ng axloqli cho'ng qilib, ham shu menga bergan qaynapamga rahmat. Shuncha suyun kutib berma. Hayotning go'zalligi mana bu shaharlardan bildik ya qarindoshlar. Dunyo bir aynakka o'xshaydi. Biz qandoq qarasak, shundoq bizga javob berdi. Shuningga cho'nglardan bizga qolgan yaxshi tarbiyalar, mehr, muhabbatlik o'tish, minnatdorlik tuyg'usi bilan yashash. İnsonga val qo'maslik, haqning narsini tut qo'maslik deganda nurg'ulg'an tarbiya so'zlaridan adab axloqli cho'ng bo'ldik deb qarayman. Davomli yana tirishimiz. Ba'zi aldirashlikda oshqirimiz kelgan bizni cho'ng ko'rgan. Ba'zi akashlar, ochashlar, qarindosh birodarlar yurak berib oldingizga berib salom bera olmay qolgan bo'lsak, mishal bir kechirim so'raymiz. Kechiringizlar. Qaskin sizni bir filsi oyog'ingiz qapoq yomon to'g'ri keldi. Ras. Buni siz demigan. Men unda emas-ku. Hammasi shunchalik. Aldirash vaqtingizda. Aldirash vaqtingizda. Ana nima qilay, men nima qilay, biz tina vaqtida hamda qonunni balki sizga diqqat qilmaganda shunda cho'ng ko'rib kelsingizda, chiroyingizda qo'ydi, hech kim kellam deb qizg'inligimiz tuvan bo'lgan bo'lishi mumkin yoki bo'lib qolgan ahvolasida mishal bir kechirim so'ragan bo'lsak, ahamiyat bir xizmat yoki nurg'un me'morlar saqlagandan keyin tamoqlarni vaqtida chiqarish degandek. Endi tamoqlarni 100% omdan qilishga tirishimiz, lekin anchamiz savalga chiqqanlar bor. Asta chaqirib akab, bugun tamoqza tuzuq qapti. Deganlar bor. Anchamiz masala chiqqan bo'lsa, kep menga deganlar shunda qo'shildim. Bizni bak yaxshi ko'rdik, bizni o'z ko'rdik. Mishani tuz zamanaqsizda tamomdan bo'ldi deb, "Oy berilib kamayne boshqanaga." desa, uni nima ma'lum deyildi. Shuning birga hammangizga rahmat. Barliq oilalarning baxtiga yetishini umid qilaman. Andan bizni shu Yunesan markazidagi shimiy qo'rqoq ichimligi, men o'zim bir oy bo'ldi ichayotganlar. Qamin tetib, andan buni tamsazgi bo'lsin, andan ma qurg'isini olgan roli qolsin, shunda yaxshi ekan. Bo'lsa kam xalqim do'kon saq qo'ydi, men hech qanday ichini tutmadim. Mush ichini tetib, angza buniki chirtishning oldini olgan modda qatmabdi. Hisob 30% shiminiki. Miqdor bor. Ben qog'larda boshqa ichimliklardan ko'rdik, o'zi 10%, 20%. Ma'ni 30% shiminiki, ham shu ta'mini qilib, shimi suyini qilib, ondan qolganini ma'lumotlardan shuna yaxshi ta'min etyapti. Bir tadbiqni ana qurg'isiqni oldigan roli shuna yaxshi ekan. Turpan ham issiq, ba'zi polo yeymiz, ba'zi bunday issiqlar narsani yeb qo'yamiz. Tadbiq ishingizdan tavsiya qilaman. Qog'inni yurak taqib qo'ygan bo'lsak, hamma o'zlariga cho'nqur rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.